Şu baytadım, bu meni qutqizib, shu jarayon tunishib qoldik da. Bu qizil baxmaq nimadan tezdi? Cho'ng turkumni bir rasm yasab bersa. Ammo ma ishlar sen bilan mendan boshqa hech kim uqtamasa, tushundingmi? Tushundim. Ya, fikam bu nima kirishtirdim sen? Ya, men bular to'y rasm kirishtirib berdim-dan, bu qo'lni tutib mang'uzib qo'ysang, bu qanday xato tushunda? Ko'zlaring chekchib ketibdi, demak. Mang'uman masalalarini obdan topshirib bergan, men sandaq bilan. Men sanga bugun yuragimni gapni bir deb olay. Sen unda mening yuzimni to'kadigan unda ishlarni qilma. Meni xaf qilma, jinim bolam. Mening o'g'limga o'xshash jamiyatda bir erkakdek, bir yigitdek yashag'ina men qo'shilay senda. Bundaq mehnat mashinang bor, o ochang chiqirib ol bildingmi? Mening ocham yo'q qara. Nima bu ko'p kuniz bir qiz olib ozaqib yursa? Sen kim o? Men Qadi. Men kim o? Voy, sen kim bo'lsang, nima chatqima va adash. Rasmdan qanday kirishtirdi? Hozir fan texnikaning kuchiga sal qarg'ilib bo'lmaydi. Siz ko'p o'qigan odam. Men nima deb tushunasiz, ha? Ha, keldingizmi? Niçin geldiniz? Dadam sizin için tapılgan. Qanday yardımım gerek? Maaş bittik. Bana hiç qanday yardım gerek emas. Lekin men şirket ishlaydigan bir adam gerek. Dadamdan anlasam, siz şirketning ishlari tas yetishmay o'tibsiz. Shunga men sizga yordamlashgudakman. Shunda bo'lgandan keyin men yordam qildigan ishdi, ha? Ha, unda desangizmi mayli. Undaq bo'lsa, sex tushib, sex ishlashni xohlamsiz yoki shirkatning ichida ishlashni tanlamsiz? Sizning bu savolingizni ichida C yoki D deb tanlash yo'qmi? Qiziq bo'lasiz. Bu ya imtihon maydoni bo'lmasa, siz shirkat ishlash bilan sex tushib ishlashdan birini tanlasangiz ham bo'ldi-ku. Undaqmada qilay. Sizning bu savolingizga C tanlashdan birini qo'shib qo'yay, ha? Ya'ni tanlov vaziri, oshxona, restoran, sirtlik to'ptaq tish vaziri deganlarga setish xizmati olsin. Mencha mush tanlashni tanladim. Haras, dadamga mening mush fikrimni astoydil yetkazib qo'ying. Anandan keyin mening mush fikrim bo'yicha ish qilib ketganimni eskartib qo'yasiz. Bundan maqsad ben direktorga indab javob berman. Ben bunda almaqmasam, meni yo'lab pastga tushib qo'yapsiz, ha? Hay, hech bo'lmadi degani bayam degan planlaringiz bir yezib chiqsangiz, shundan qarta direktor bilan mening tasdiqimdan o'tgandan shu ishlarni qilsangizmi bo'ldi emasmi? Men qara. Men faqat imtihon vaqtida anandan keyin bir qiz oshiq bo'lgan vaqtimda xat yozdim. Boshqa vaqt xat yozish mening prinsipim tushmaydi. Siz eng yaxshisi men degan ishlarni obdan yozib, mening tasdiqimdan anandan keyin dadamning tasdiqini o'tkazib, ishlarni obdan qiling. Bunda ahmas ishlar bilan mening tas qo'shaman. Xo'sh. İmran Noçuğu bu, qaysi shamal uchatib keldi? Sizni izlab keldim bu. Joyishxon parancha. Şeyda, ishxonangizni ishlatib turay. Bir şirketning direktorining o'g'li qanchalik bola ketyapti men. Voy, o'zing chiqib ishxonam yo'q bola ekansan-ku texa. Ma zavod meni
Xalısam maşxanaga, xalısam yana bir ishxona boshlayman. Men degan Soyibxon, sen degan mehmon. Soyibxon mehmonning hurmatini qilganligini biladigan-san. Qara, meni sen bilan jiq maslahatlashib o'tirgan vaqtim yo'q. Men sana degan bir masalani deb qo'yg'ili keldim. Men Nargizani yaxshi ko'raman. Bundan keyin uning keyniga kirmayman. Tushundingmi? Men qara, men bu yosh kayikchi vaqo, dadamning aniqil, maniqil deb baq. Sen men buyruq soqida kim aysa, qo'g'lashqim kelsa, qo'g'lashiman. Tutqim kelsa Nargizani ustini ilib, ananikin qo'limni tutaman. Tushundingmi? Men sana bir ishni eskartib qo'yay. O't o'ynama. Tushundingmi? O't? Men qo'ykalaydigan o'chab nima aytgansan? Va seni o'qigan xili bir narsa uqdigan bo'lsam, bir daltimimiz ha. Men sana o't tutishib ketmisan deyapman. Sen degan nashtanga men Hindiston kinolarini jiq ko'rolmagansan. Uydagilaring men qizil olmaning unida kokchina yiqib, ustidan tuxumni men quvvatlab bersan. Un kerak bo'lsa, bir xalta bersam bo'ldi. Ko'zingga qalanda ko'rinib qoldimmi? Ha? Ana formulaning tushmayapti-da. Ya nimanda adam zeriktirdigan nima? Zerikdingmi? Zerikkan bo'lsang o'tira. Fayzin akşamda ikkisi var. Sen aytib beraman. Men sana bir ishni topilg'ili keldim. Tushundingmi? Senin qo'lingdan adam qo'rqitish, qizlar po'xirlik qilishdan boshqa nima ish keldi seni? Voy, meni qo'limda bir yanasan-ku? Ha, men shu. Ha? Men bilan etishdan boshqa ishing yo'qmi sening? Men siri chiqib so'qishadi shuga. Voy, siri chiqsam meni urdi. Adash deb qo'y. Va ikkining bir jangalni oldingna. Men sana ishni topilavatman. Tushundingmi? Halol kerak qolmay, ha? Ay chiqay, adashma. Ya keladi, chiqar mana. Sen mutazi çapıqını alım deb ko'zini qariq qilgan birni bo'lib qopsizmi? Buni qanday taniysan? Voy, tuniga yo'q qilgan ish qilib tas qildim deyman. Gap ketdilar. Bir ish bilan kelganman ya. Hayma o'tib ketayotgach, uyda un tugab kelsini yo'qlab chiqtay deb kirishim. Yomon nima ekan bu? Diqqat qildingmi? Ansirmigina. Atdarchilik qilasa ham meni urib ketmisan. Ana o'sa diqqat qildingmi? So'qish bo'ldingizmi? Men urushmadim, boshqalar kelib, sizning ishxonangizni so'qashdi. Ha, bunda deylik. Direktordan kelgan vaqt bo'lib qoldik. Eng yaxshisi sex tushib, bug'doylarning falini ko'sib chiqsin zulamdaki. Sizning dastondan men gap qolmay yana. Bir buyruqchi yo'qatsam, yana bir buyruqchi keldi achchim siqib. Men sizga yaxshi bo'lsin deyapman. Atgan direktor og'ich toplab deganti menga. Menga bir buyruq so'qmagaysiz. Bırak. Yaxshi dedim. Dirashqan chiqaylik. Ma japa mushaqqatdan ancha-muncha ta'min ketib baq. Sen kirgilda 5 minut bo'lmadi. Chidimidingmi? Voy, sango gap teppaga olmay ekan dedi. Voy, Nargiza. Sizning kim bo'lishingizga qat'iy nazar, men sizga deb qo'yay. O'g'lingiz yuraqroq turing. Biz ko'rdigan kuningizni ko'rsatma. Nima deysan? Mana hech qanday qilib parangiz emas.
Ey, şunun qaraganda mı senin netijen çıqa alatdimi? Senin muş kadr boğun yok oxşamamda. Onunla imtihandan neticesi çıkıp baksan. Ananınki bir narsa demem doq. Bu netijen qachon chiqadi ki? 10-20 kunga chiqami ki? Muş 10-20 kunga chiqami ki deb 10-20 kunga chiqsa sen mesela lag'aylab yursadigina. Qara dada. Mening planim ne şey desan deb turdi. Men bugun zavod, sex hammasini aylanib chiqdim. Bu yer men qig'idek zarrachilik xizmat yo'q emasmi? Ey balam, mushunchalar yo'g'on zavoddan sen qildigan bir ish chiqmadimi? To'la gap qilmay, mening bunda ishni qiqim yo'q degan va yo'q gapni qilgan narsaga sabab. Qara dada. Men degan texi yosh. Mening ya baqilgan kalam yo'q. Ya öd xotinim yo'q. Men yoshlikdan payzan surgil qo'ymamiz deyman. Unda xotinni birini olmamsan. Xotin? Ha? Voy, men o qizga texi yurish taklifini qo'ymagan tursam, qandaysa to'y qilish taklif qo'yman. Ey, sen qaqiz o'g'ling gibini qilsa, ha? Nargizaning? Nargiza? Men sana dedim-ku balam, o qız bola bizga mos kelmaydi, bizning oilamiz to'g'ri kelmaydi, bo'lmaydi dedim-ku. Men sana vaqo Shahida deb bir qiz bola bor. Shuni tanishtirman. Uning bo'y turqi hamma tarafi o'qigan sangi shunchalik mos keldiki balam, meni gapimni kira ash qiz bolani olsa-chuma. Qaysi Shahidan deysa, sening katman Shahidan demayapsan. Ha, bildigan sanmana. Ha, shu qiz bola shu. Dada, hozir sening davring o'tib ketdi deyman. Yoshlarning to'yini cho'nglab bekitib bermaydi hozir. Ko'larning bir hikmati bor. Biri yaxshiga, biri yomon, biri egizga, bir paka, birsimizga bir o'ruq deb. Shayda bilan ikkalarning buyum o'xshaydi, o'rqsimizligimiz o'xshaydi, yaxshiligimiz o'xshaydi. Bunda bo'lgandan bu hikmatlar man kelgan chaqda o'zgarib ketsa qanday bo'ldi deyman. Ey, sen bu qay hikmatni gapini qo'ysa balam. Ha, to'l beshimni og'ritmag'ina. Men degan ishni qilasan. Dada, men sana deya. Bu ko'ngil degan bag'u beray deb belgilolmaydigan, alay deb og'ilolmaydigan, shakllantiray deb shakllantirilolmaydigan narsa. Bu ko'ngil degan bag'u meni kontrol qilgan bosh qo'mondan bu. Ey, bo'ldi. Men to'g'ri dars o'tmayna, balam, men to'g'ri dars o'tmagina. Senmi bag'u? Apang ikkimizning ko'ngil mevasi. Voy dada, unda bo'lgandan keyin sen mening ko'ngil mevalarimga aptab tushiraysan, mening ko'ngil mevalarim qurib ketmamdi deyman. Voy, baldiqlar to'la gapmay. To'la gapni beshimni qaytarib etding ha, yo'q gap qil. Qo'pa o'rningdan. Ha, bu yer o'tag'an gap qolgan bo'lsa, vaqt soat kelganda o'tirsa, qo'pa o'rningdan. Ha, chiqib ishini qil. Ha, Shahida bo'lgan ishlarni vaqo, hammani qil. Bola, mush yariyani vaqo, Shahidaga bunda diqqat qil. Sap qil, ha? Nargiza yaxshi deyim dada. Men sana deb qo'yay, o qiz bola bo'lmaydi deganki bo'lmaydi. Sen cho'nglarni gapib kel. Kim pishmon qilib qolsa, men tunishtirgan qiz bola sen bilan sap-sapaqa bak isil, sen bak mos keldi. Men bilan shu ishni qilaman. Voy, sen bir o'ylab boqsan bo'lmamdi deyman. Biz ma cho'nglar vaqo 10 o'ylab bir pishimiz. Ma cho'nglarni gapiga ker balam. Kelgusida ziyon topmaysa, bizning o'ylagan yerlarimiz jiq. Biz deganda qira jinim bola, mening gapim kira. Agar gapim kirmasa, men seni ochiqlab qolma. Oldi mening gapimni. Voy. Ha, bo'l, ochiqlanma. Ochiqlansan vaqmi yurak qo'zg'aldi. Yurak degan bog'i bu ko'ngil xo'shlikni xohlaydi emasmi? Sen bog'i dada, go'zal ishlarni, Nargizlar bilan ikkalarning to'y kunini xiyol qilib o'tirib, chiqarib qo'y. Ma, chiqa. Özgənləri qayan oğlum deb başlarım qabirdə gəlsin. Vurulları sunsam elkən yigitim oğlum üçündə. Özgənləri qayan oğlum deb başlarım qabirdə gəlsin. So'rlar qandoq? Yomon emas qo'l. Qachon ishdan tushsiz? Buyangi savdo taxi 1.5 ming yetkidek bo'lmadi. Ishdan tushsam bo'lmaydi. Voy, buncha pul qashligidek nim lozim sizga? Siz lozim. Siz ham 500 qo'y pulni setib olaymi deb o'ylab qopsizda? Uxlamay tush ko'ribsiz. Qarang, muhabbat degan bag'u bahosiz bo'ldi. Birsini yaxshi ko'rsam, bir burdan non, bir stakan qahva, hatto chin yurakdan chiqqan bir eg'iz so'zmi? Kifoya. Bak romantik ekansiz kelishga edi. Albatta, bu eshakni yaxshi ko'rsang, qo'tan kirmay amalin yo'q. Chorshirchini yaxshi ko'rsang, do'konga deb ekan.
Bir yarım ming soat qilishingizga yetadigan-da. Undaq bununla nima setib olmoqchi? Sizning 1 soat vaqtingiz. Ilm oldidagi bemordek javob berdingiz-ku gapimga. Albatta, siz mening aholatli farishtam. Siz doktor, men bemor. Sizning vaqtingiz men uchun eng qimmatli dori. Pulingizni e'lon do'kon taqayman. Hey, unda qilsak, belgilangan summaga yetmasa, apangiz tillaydigan-da. Undaq bo'lsa, birani setib oling. Eng qimmat narsangiz-da. Un, yağ, guruch. Her az, pek bo'lmasa qizil olmaning unlaridan un xal setib olamdingiz ya. Qizil olmaning unlarida? Ha. Bizning qizil olma shirkatimizga beraman, men sizga 50 xalta beray. Nima? Qizil olma shirkatlarimi? Albatta. Bu do'konimizda eng qimmat narsa qarasam, bu soat o'xshaydi. Men soat nima? Bu soat 8 qo'yjimi? Ilg'or 800 qo'ygan, 800 ming qo'yasizmi? Ha, uchirkim bor. Ortiq berib qaytarsangiz bo'ladi. Ma'uni men taqay. Ma'uni siz taqang. Nemish bunday qilsiz? Chunki sizni yaxshi ko'rgan do'stlar. Bitib bering. Mende adam talashqidek bo'ldim. Yangzanglar. Adama qizimiz ko'p kunduz do'konni taqab, o'g'illar bilan tamoqqa mangdi. Do'kon taqaldi. Xabarda bo'ptilar, jima?